Leksiyemizi davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugün çislağa 2021 yıl 6. ayda 11. gün hürmetlik vatandaş. Endiki leksiyanın mavzusu mundaq. Juqumluq virusning siri yaqinda echiladi. Beijing qechib qutulolmaydi. Mavzuli xabar 6. ayning 11. kuni Vanve Torbitida e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Juqumluq virusning manbini uzil-kesil tekshirish hozir nurg'unlagan davlatlarning o'rtaq tunishiga aylandi. Yevropa İttifaqı 6. ayının 10. günü Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden ilgari surgan juqumluq virusning manbini qayta tekshirish tashabbusini qo'llaydiganligini bildirdi. Hamda Jungo Kompartiyasi doiralarining tadqiqotchilarining Wuhanga kirishiga yo'l qo'yishiga haydakchilik qildi. Şunun bilan birga oshkorlangan bir yig'inning dokladida yana oshkorlandiki, Delazar o'tkazilayotgan 7 davlat guruhi yig'inining yuqori darajadagi rahbarlari Dunyo sayyoh tashkilotiga chaqiriq qilib, juqumluq virusning manbini yangidan va oshkora tekshirishni talab qildi. Amerika ovozi bunday xabar qildi. Delazar Yevropada ziyoratda bo'layotgan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 10. kuni Angliyaning vaziri Boris Johnson bilan suhbat o'tkazdi. Prezident Joe Bidenning bu qatam Yevropani ziyorat qilishdan muhim maqsadi Amerika Yevropa birlashib Jungoning xarajlariga o'rtaq taqobil turishi. Juqumluq virusda qayta tekshirishni qanot yaydirish masalasida Yevropa İttifaqı rahbarlari 10. kuni qo'llaydiganligini aniq bildirdi. Yevropa İttifaqı doimiy komiteti raisi Charles Michel shu kuni bunday ko'rsatdi. Nima ish yuz berdi? Dunyo bilishga huquqli. Shu orqali tajriba saboqlarni qabul qiladi. Yevropa İttifaqı'nın reisi von der Leyen bunday ko'rsatdi. Juqumluq virusdan kelish manbini tushunish intayin muhim. Tadqiqotchilar o'zlari kerak bo'lgan narsalar uchun Jungoga kirishi kerak. Shu vaqtda bu virusning manbini izlab topqili bo'ladi. Xabarda bunday ko'rsatildi. Yevropa İttifaqı rahbarlari yuqori qarashlarni e'lon qilgan bir paytda oshkorlangan 7 davlat guruhining axborotida bunday fikr qilindi. 7 davlat rahbarlari va Yevropa İttifaqı Dunyo sayyoh tashkilotining juqumluq virusning manbini qayta yangidan tekshirishni mustaqil tekshirishni murojaat qildi. Bilimborik axborot loyihasi ko'rishga muyassar bo'ldi. Bilimborik agentligi bu axborot loyihasi ko'rishga muyassar bo'ldi. Axborot e'lon qilinmay turib bu loyihani, yozilgan loyihani ko'rayotgan gap hozirgi axborotchilar oldirab ketdi. O'xshashli Amerika siyosat axborot jurnali bir parcha axborot loyihasiga asoslanganda Yevropa İttifaqı bilan Amerika, Yevropa İttifaqı va Amerika yuqori darajadagi yig'inida ochiq oshkora paktlarga asoslanganda qarshilikka uchramaydigan ahvolda bir tekshirishning elib berilishini tashabbus qildi. Demek Prezident Joe Biden'dan chaqiriqqa Yevropa İttifaqı qo'shildi. Chaqiriq nimada? Bayonot nimada? Virusni uzil-kesil tekshirish. Diqqat qilin.